5. qism. O'g'limdan ayrilib qoldim. Ko'zim yosh, bag'rim alam. Taqdirim mayli qandoq chaqchaq qilsa rozi edim. Faqat o'g'limdan ayirib qo'ymasalar. Lekin yana ayrilib qoldi. Yig'layapman. Kechidagi ohim tun bo'shlig'ida nola qiladi. Erkesh qabristonlikqa acaba o'qinchoq o'g'limni qabristonlikqa aketganmidi? U o'liklarning makon tursa, o'g'lim hayot odam. O'qinchoq o'g'limni qabristonlikda nima qiladigandir? Yeydiganmidi? Yo'q. Yigisi bo'lsa, hujirsidilar. Tenim shirkinib ketdi. Men hozir nima qilishim kerak? Mayli qanaqli bo'lsin, soqchiga ma'lum qilay. O'rnimdan turib, mashina qishiga yugurdim. To'xtamay yugurdim. Yana bu sugatdonlikdan chiqolmadim. Qo'limda jon qolmadi. O'g'limni o'ylasamla to'xtab qolg'im kelmaydi. Mayli qanaqli yuguray, aman shu jin tekkan sugat talla toki sharq taraf suzilib, xo'rozlar chillab, tong etishq shabi berganga qadar nishon yo'nalishni farq qilmay, qalaymaqon yugurib yurdi. Amaliyotda bo'lsa, buning hammini osh qo'nchoq yoki qandoqdir bir jin arvohning meni qasdan mush sugatga zor qilg'inni bilatdim. Aqlimni ishlatay. Jimjit bo'lay. Birer minut shundoq turib ko'zimni ochib atrofga qaradim. Dacha oy yo'riqida monaman deb turardi. Yugurdim. Yo'q, ushdim. Noit tezlik bilan o'g'limning hujrasiga kirdim. U yana yo'q edi. Darhol kendimga yenib hujramga kirdim. Murat muallim uxlab yotibdi. Endi men kendimga yenib Aygul adamni o'yg'itib, bo'lgan ishlarni deyish qaroriga kelgan edim. Nemish bo'ldi, Niyoz bolam? Aygul adam uyquliq ko'zda menga savol nazarda qarab turardi. Muzaffarni bir qon qo'rqinchoq tutib ketdi, dedim men bir joyimda daldangshib, qo'limda jon yo'q qoldi. U atkash meni qabristonlikqa borgan dedi. Meni sugatdonlikda bir kecha mangdirib, yo'q, yugurib chiqdi. U qon qo'rqinchoq meni sugatdonlikqa boshlab chiqqan. O'g'lim xatar ichida qoldi. Yig'lab holim yo'q, yerda o'ltirib qoldim. Aygul adam darhol kelib peshonani tutib yiqib jiddiylasib ketdi va u yig'lab tashladi. Balam, bu dash tinish emas ekan. Menga bir narsa soydak aram bermadi. Muzaffarni bir qo'nchoq dedingizmi? Hali qo'nchoqmi? Dedi Aygul adam. Ha, shu. U qo'nchoq gap qila oladi ekan, ucha oladi ekan, yig'lab kula oladi ekan. U jin qo'nchoq, yo'q, arvoh qo'nchoq ekan. Aygul adam bilan ikkimiz bu yerda bundoq muloyiza qilib tursak, Murat muallim uyg'onib ketmasin deb mehmonxonaga chiqdik. Hozir ikkimiz soqchiga ma'lum qilish qilmaslik to'g'risida birlik kelanmay, qanday qilamiz deb bosh ketib ketgan edi. Yaxshi o'ylab beqing balam. Mushidachiga kelganda bu yoq ishlarni yaxshi o'ylab beqing. Chuqum amal chiqdi. Aygul adamning shundoq deyishi bilan darhol yodimga chiqilib ketgan Yanfun keldi. Yanfun. Aygul ada Yanfun. Tun yunkach jindadang deydigan birsi qo'rqinch ovozda gap qilgan. Meni qanday qo'shdi bilmadim. Dal shu mashina. Men darhol o'qda yugurib chiqib, mashinadagi Yanfunni akirdimda jindadang deydigan ko'znakka uchur yozdim. O'g'limni siz tutqun qildingiz, shundaqmi? U bir kichik bola. Mayli nimadan men beray. Meni qanday qilsangiz mayli, o'g'limni qo'yib beray. Yo'llash kunimkisini besib etib, Aygul adam bilan ikkimiz Yanfunga to'xtamay qaradik. 1 minut, 2 minut, 3 minut. Umidimni uzib, men go'shimni o'zim yigidek bo'lib ketay deb qolgan edim. Uchur muzikasi kelishi bilan tang Yanfunning ekrani yo'rdi. Darhol Yanfunni elib qarsam, dal jindodam degan ko'znakdan ovozliq uchur ketdi. O'lib ketganda chidaysa, tirik ayrilib ketsa, chidamaysa. Qo'rqib ketma. O'g'limga hech ish bo'lmaydi. Atkash qabristonlikqa kelgan. Ammo o'g'lim yo'qolib ketdi deb davrang sanma. Bo'lmasa
o'g'lingni mangu ko'rolmaysan. Ayguladan bu qo'rqinchli ovozni anglab, ho'shdan ketgili tas qoldi bo'g'ay tez nafas ilib, ko'kragini ching tutib olgan edi. Men yana uchur yozdim. O'g'limni qaytarib bering. Nima qil desangiz mayli, men qilay. Nima talab qilsangiz men beray. Mayli siz kim bo'ling? U dahi 3 yoshlik bir sabiy bola. Uning qalbida oqlikdan boshqa kir yo'q. Sizdan o'tinay bo'lamdi. Yo'llash kuni qizni desib, yana Yanfonga qarab turdim. Bu qitam noyat tezda javob qaytardi. Menga shart qo'yma. Birinchi, mush Yanfonni har qanday vaqtda birga elib yur. Ikkinchi, soqchiga ma'lum qilma. Uchinchi, o'tmish qaytib keladi desa, shubhasiz isha. Vaqt hamma ishga sabab bo'ladi. Xo'sh, atkash qabristonlikni ko'rishayli. Bu qo'rqinchli ovozni anglag'im kelmaydigan rost edi. Nimishqa? Zozi nimishqa qabristonlikka boraman? Acaba bu jindodon deganning arvohlarning makoni, ya'ni qabristonlikmidi? O o'g'limni qabristonlikni nima qiladi? U bir kichik bola tursa, qabristonlikda turish bir 3 yoshli bola uchun qo'rqitib, jinini og'irligi bilan o'xshash emasmi? O'tmish qaytib keladi desa, shubhasiz ishon degan nima gap? O'tgan ishlar qanday qaytib keladi? Balam Niyaz, bu jinmi nima? Saqchiq ma'lum qilayli. Muzaffar kichik bola. Aygul adam o'zini to'xtatib olib, "Men shunday" dedi. "Hada, nima deymiz? Bir qo'nchoq bilan bir g'oyib arvoh o'g'lini tutqun qildi desam, ular ishinamdi. Mencha u arvoh Muzaffarni hech nima qilmasligi mumkin. U meni sinayotdi. Sinoqdan o'sab o'g'limni qaytarib berdi. Ahvol jiddiy edi. Saqchiga ma'lum qilishim kerakmi yo'q?" Aygul adam ma'lum qilishni chin turgan edi. Men jin dadam deydigan yiliq undidarni tashirtib beqishni ko'nglimga pukib, uydan chiqdim. O'zim ishonchlik deb bilgan bir saqchi og'inam bor edi. Udalla shuning qishig'i berib, hamma ahvolni unig'i dedim. "Sen o'g'limni bir qo'nchoq bilan arvoh tutqun qildi dedingmi?" dedi saqchi og'inam. "Mencha bu birer talva yoki sarangning o'yini. Oldi bilan u undidarni tekshirib boqaylik." Men ekrani chiqilib ketgan Yanfunni uningga berdim. U biroza Yanfun bilan hapilishib mang dedi. "Niyoz, bu undaq jin dodang deydigan birasi yo'q-ku?" U menga Yanfunni tanglab turib, ajablanib turib dedi. Men Yanfunni qo'limga ilib qargan edim. Jin dodang deydigan u qo'rqinch undidar mudishlik bilan savol tashlab turibdi. Hatto ovozli gapmi bor edi. "Menga shart qo'yma. Birinchi, mush Yanfunni har qanday vaqtda birga elib yur. Ikkinchi, soqchiga ma'lum qilma. Uchinchi, o'tmish qaytib keladi desa, shubhasiz ishon. Vaqt hamma ishga sabab bo'ladi. Xo'sh, atkash qabristonlikni ko'rishayli." Bu ovoz qulog'imga aniq anglandi. "Anglagansan adash? Rostla bir qo'rqinchli arvoh o'g'limni." Men uningga yelinib turib shunday dedim. Ammo u bir xil turibdi. "Nima? Nimani anglayman?" dedi u. "Balkim o'g'lim o'ylab chiqib ketgandir. Pul davamay, o'g'limgim ko'proq hamroh bo'l adash. Xo'sh, bu hozir xizmat vaqti." U shunday debla meni chiqib ketishga aniq undayotdi. Demak, jin arvohning undidarini tekshirish mumkin bo'lmaydi ekan. Endi faqat o'zimga taynishim kerakligini his qilib ketgan edim. Uyga qaytib berib, kashf bo'lishini kutmay amal qancha. Mashinamni bexatar haydashga tirishdim. Shahar ko'chalariga g'amsizlanib yurgan odamlarga qarab, ularning g'ami yo'qmidi degan nuqtaga kelganda ko'zimdan yosh chiqib ketadi. So'yat tolba agmiga kelib, xeyli uzun to'xtab, yana qo'rqinchli arvohning paydo bo'lishini kutdim. Arvoh turmoq
birer ish mushukmi u nas bosgan suvga talliqdan o'tmadi. G'azabim toshqan edi. Agar u arvoh paydo bo'lib qolsa, cho'qim nima bo'lib ketishidan qat'iy nazar uni tutib, o'g'limni qaytirib baychi urib, dumbalab, jon jigar o'g'lim uchun o'zimni otgan bo'ladi. Jillarning ba'zi to'yga boraman, ba'zi to'yga jillarning to'yga boraman. Murat muallim oldi tog'il vaqirab, men tarafga yugurib kelayotgan ekan. Shuning bilan barcha modishlik qoplagan xiyolim texim modishlik tus berib, nerv sistemam qalaymi qalish ketdi. Murat muallim deb varqincha mashinadan tushib, uning oldini to'sdim. Nada jin bazmi to'y qiladi ekan? Men shunday degach, uning qo'lidan kuchab tortdim. Ammo mening Murat muallimga aslo kuchim yetmagan edi. U shu topda boshqachilik kuchli bo'lib ketgan edi. Quloq tuyimda bo'lsa, Aygul adamning Murat bolam degan ansizlik nidosi to'xtamay anglatdi. Murat muallim to'xtab turing, ikkimiz birga boraylik, dedim men. Bir Murat muallimga, bir kaynimda qor yomg'ir noli zor qilib yig'lab kelayotgan Aygul adamga qarab qo'yib, biroza temirqab to'xtab qoldim. Acaba Murat muallim qabristonlikda kashda men ko'rishdigan qandoqdir jin qo'nchoq, jindodam deydigan iliq qo'rqinch narsa uningga shunday deganmidi? Aygul adam mening qishimga yaqin kelib, hozirgan holda nafas ilib turib shunday dedi. Bugun Murat bolam to'xtamay to'y deb chiqdi. Men mu hayron qoldim. Texi u xuddi sapsaqalatda soqol burutlarni o'zi oldi. Kiyim-kechaklarni o'zi kiydi. Men bu nima ishdi deb uning kaynidan kechgacha soydak erishib yurdim. U mening bilan kari yo'q, hamma ishni o'zi qildi. U tuyuqsizlar jinlab bazm to'y qildi, men berib kelay deb o'qdak chiqib ketdi. Aygul adam yugurib kelayotgan Murat muallimni qo'li bilan ko'rsatib shunday dedi. Hamda yana qor yomg'ir noli zor qilishga boshladi. Men Murat muallimni akkilay. Siz uyga kirib keting. Uninga hech ish bo'lmaydi, ansirmang, dedimda Aygul adamni uyga kirib ketishga imo qilib, mashinaga chiqib Murat muallimga ayishib maqdim. U rostli bugun bahli salobatli bo'lib ketgan edi. Mening joyida, xuddi sopsoq odamdek. Quyosh g'arb tarafdagi topqa qip-qizil nurlarini chechib, kechki shafaq yana bir oqshomni boshlab keldi. Murat muallim ozmay qabristonlikni ko'zlab mong'illikqa eliq edi. U dal heliq qo'rqinchli arvohning Murat muallimni qabristonlikqa boshlab mong'illigining ifodasi edi. U mushundoq mangsa birer soatning ichida qabristonlikqa yetib bora oladi. Bu qo'rqinchli qo'nchoqning kechki qabristonlikqa borgan degan gapi bilan o'xshash chiqdi. Neymişli yuz bersin Murat muallimning yo'lini to'sib borma deyishim menchi bo'lganda to'g'ri bo'lsinmi? Biroq u jindodam deydigan uyindidar egisi o'tirsida men bilmaydigan sir borligini tushunish menga ancha tasir to'xtasimi, lekin qanday sir borligini bilishga qodir emas edi. Butun atrof qop-qorong'ulik cho'mdi. Men mashinani qabristonlikning sirtiga to'xtatib qo'yib, Murat muallimga ayishib maqdim. U bo'lsa hech ish bo'lmagandek qator qabr boshlaridan o'tib, qabristonlikning oyoq tarafidagi bir balgi iznalar o'chib ketay degan ish qilib, o'zining qabri ekanligini oraliq ifodalab turadigan bir yerga kelib to'xtab, atrofga qaradi. Men darhol o'zimni chatga elib, Murat muallim nima qilar deb uni kuzatdim. Butun badanim qo'rqinchli, mo'lishlik ichida ansiz so'g'uq titrak besib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim Murat muallimning bu yerga nima maqsad kelganligini bilmay turib, oldirab harakat qilsam bo'lmaydi. Dal shu daqiqa ichida jonni ilib yerda qo'yg'idek bir ish yuz berdi. Murat muallim ustundagi bir qur kiyimlarini selib, ish kiyimlari bilan oldidagi qabr beshiga ko'p qilib yiqilib, faryod selib, nola qilishga boshladi. Uning tinidan qiniq yeşil rangli issimon bir xil narsa asta yuqori tarafga ko'tarilib, men sugat talliqni ko'rgan heliq arvoh siyoqiga kirib, dahshat bilan bir chirqirab, qop-qora bir arvohga o'zgardi-da, Murat muallimning gilidan qamalib tutqunicha yerdan uzib oldi. Ish chatoq edi. Men qo'rqinchaqlik qilib turaversam, Murat muallimga birer ish bo'lib qolsa, Aygul adamga qanday javob beraman? U Murat muallim uchun yashayotgan bir notavan ona. Yo'q. Meni nima qilsang mayli? Uni qo'yib ver.
Men qo'rqib tursammi, Murat muallimga chidamay, varqirganimcha u arvohning oldiga yugurdim. O'z aslini unutgan bir mal'unnim. Yashashga meni salohiyatimi? Oltinchi qissa. Sen sog'zoda nima kerak? Nimishqa bizni bundoq qiylaysan? Dedim men. U arvohga xili yiqilib qolgan edim. To'xta. Bu mas'ulni. Arvoh Murat muallimni texni chin qamollab tutquncha varqirab ketdi. Men amalsiz to'xtab, joyimda tiprlab ketdim. Hamda Murat muallimni o'z mayli qo'yib berib, bu yerga kelganligimga qattiq pushaymon qilib, ko'zimdan yosh tomchisi ixtiyorsiz chiqib ketdi. Qanday qilish kerak? Murat muallimga kutilmagandek bir ish bo'lib qolsa, o'g'limning dardi bilan qo'shilib, yelkamni tog' besib, menga alam bo'lmamdi. Bu qo'rqinchli arvohning zoda nima maqsad muddosi bordir? To'g'ri, buni so'rab bilishim kerak. Bunda qilganda qanday qila oladiganligimni bilalayman. Sen Murat muallimni o'ldiramaysan, dedim men arvohga. U sening qo'lingni kichkina bir narsa ekanligini obdan bilasan. Men garchi sening nima maqsadda bunda qilganligingni bilmasammi, shuncha vaqtdan beri uni kontrol qilib, aqlini tortib olganligingni hozir tushunib yetdim. Yana tiq o'g'limmi bor? Sog'zoda nima kerak? Mening barliq qo'rqinish va azoblarimdan o'g'lim va Murat muallimga bo'lgan hurmatim ustun kelgan edi. Sen oldirab ketma. Men sana barliq azoblarimni so'g'ir qilaman. Barliq aslimalarni asl chiqaman. U shunday debla Murat muallimni men tarafga cho'rib ittirdi. Men uni orala tutib oldimda, jonsiz yumilib ketgan ko'zlarini ko'rib, qo'rqib qoldim. Muallim, ko'zingizni iching. Muallim. Ovozim bo'g'ilib ketdi. Har holda Murat muallimning issiq tinig'i qo'limga urilib o'tadi. Murat muallim asta ko'zini ochdi-da, menga mundoq dedi. U dadam shu. U dadam shu. Murat muallim birdilla qo'limdan yo'lqinib chiqib, arvohga o'zini otdi. Arvoh bo'lsa, chaqqonlik bilan uni qamollab tutqunicha dahshat bilan varqirab ketdi. U mundoq valqirgan edi. Ruhlar yig'ilinglar, kelinglar, ko'ringlar. Men sizlarga degan, mening hayotimni nurg'un men qadrlaydigan odamlar bor. Sizlar menga ishonmadinglar. Kelinglar. Ular keldi. Qani chiqinglar. Tez bo'linglar. Uning ovozi butkul qabristonlikni irziga selavatdi. Barliq qabrlardan aniq yeshil ranglik issiqmon bir xil narsa meni, Murat muallimni va arvohni o'rishib, atrofimizda laylab yurib, asta-asta pastlab yerga tushib, nurg'ulg'an arvohlarning qo'rshavida qoldik. Ular bayli qo'rqinchli bo'lib, ba'zilari iskilit, ba'zilari yerim chirgan, yana ba'zilarining qandaqdir yerlari kam edi. Dahshat chirqirab, hammasi aniq yeshil ranglik issiqmon narsalarga aylanib, havo bo'shlig'iga ko'tarilib, qabristonlikqa tagshi taraf birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qabristonlikda yana arvoh va Murat muallim men uchaylan qolgan edik. U arvoh yana dahshat bilan chirqirab ketdi. Uning chirqirishi yana qandaqdir jin arvohlarni boshlab kelishidan derak berdiganligidan bishorat edi. Lekin odam ko'rib qo'rqib jonni oladigan bir ish yuz berdi. Arvohning kayni tarafidagi zumchak qabrlar xuddi chaqmoq chaqqandek zaratlanib, taraq turuq qilib silkinib, o'g'limni ilib ketgan qo'nchoqlarga o'xshaydigan qo'nchoqlar kayni-kaynidan chiqib, atrofimda nurg'ulg'an qo'nchoqlar tizilib ketdi. Qarab turibman. Hozir ikki yaqin otimim uning qo'lida tursa, yeniklik qilib, sal xato harakat qilsam, aniqli ikki odimimdan ayrilib qolishim aniq. Mayli qanday ish yuz bersin, arvohning o'yinlari tuggicha saqlab turmoqdan boshqa amal yo'q. Arvoh bo'ldi degandek topburg'i keladigan qo'lini ko'tardi. Qabr ichidan ikki qo'nchoq o'g'limni yetlab chiqdi. Men chidamadim.
Endi meni har qanday sabrchanlikmi to'sib qololmaydi. Muzaffar o'g'li, qo'rqib ketmagansan? Shundaq debla yugurib berib o'g'limni u ichki qo'rqinchli qo'nchoqning qo'lini silkib etib, o'g'limni ko'tarib, yenishlab suyib ketdim. O'g'lim rostla qo'rqib ketibdi. Uning sovuqdan titrab ketgan badani, ko'kirib ketgan mag'zi, hatto kichik turib ko'ygan qo'rqinchli manzaralar uning sho'g'lig'ini elib qochgan edi. Hatto menga qaragandek ko'zlarim qaytib qolgandek jimjit edi. Men uni chin quchoqlab, atrofimdagi qo'nchoqlarga xuddi o'g'limni tortib oldigandek qarab ketdim. Ketayli, dedi arvoh Murat muallimni yerga go'p qilib tashlab. Shuning bilan qo'nchoq va qo'rqinchli arvoh boyamqi qabr ichiga kirib ketdi. Men o'g'limni yerga qo'yib, Murat muallimning kiyimlarini kiydirib, o'g'limni ko'tarib, Murat muallimni yetilab, qabristonlikdan chiqib uyga qarab mangdim. Men uyga borganda tun kecha bo'lib ketgan bo'lib, Oygul adam bizni saqlab turgan ekan. U o'g'lini va o'g'limni ko'rib, olmon-dolmon kelib, ishkilisini yenish-nishlab peshonasiga suyib ketdi. O'g'lim bir kun jin arvoh va jin qo'nchoqlar bilan birga turib, bayli qo'rqib ketgan bo'lib, chaqirsammi jimjit. Sho'xlik qilib o'ynashlar yo'q. Qachonlarda qarsa, ko'zidan sovuq nur chaqnab turgan bir bolaga aylanib qoldi. Murat muallim bo'lsa, yana shu burunqidek bir xil shub biti. Qancha qaytan qabristonlikdagi yiliqi qo'rqinchliq, mudishli qoplagan kech to'g'riliq eg'iz ostammi, xiyolda unliq ish yo'qdek, bilmayman degandan boshqa javobi yo'q edi. O'g'limni shu sabab doktorxonaga olib doktormi qo'rqib shunday bo'pti. Ko'prak bolangizga hamroh bo'lib, vaqtida tekshirib keling deb dori berib yo'l soldi. 10 kun o'tdi. Bir xil. 20 kun o'tdi. Yana bir xil. Bir oy o'tdi. Yana o'xshash. Kutilmagan bir qo'rqinchli ish yuz berdi. O'g'lim qo'rqib ketgandan keyin Oygul adam Murat muallimning holidan o'z xabar olib o'tdi. Men bo'lsam o'g'limga va shirkatdagi ishlarga aran yetishib o'tdim. Bir oy o'tib, oy qorong'u bir kecha o'g'limni quchoqlab uxlab qoldim. Tun kecha bo'lganda o'g'lim Dodo deb chaqirib kendin yana mana qarab baqay dada dedi. Darhol chiroqni yondirib qarsam, o'g'limning ichki ko'zidan qip-qizil qon eqib, karvat usti qip-qizil qoniq bo'ylab ketibdi. O'g'lim, bu sana deb karvat beshig'i kelishimga, o'g'lim asta havo bo'shlig'iga ko'tarilib, uy ichida cho'riklashga boshladi. Men bag'imi qo'rqib ketdim. O'g'lim jin arvohga aylanib qolganmidi degan mudish xiyol yuragimni tilib, ansiz qo'rqinch ichiga boshlab kirgan edi. O'g'lim dersan? Dedi o'g'lim birdilla ko'zdan qip-qizil qon yosh oqqizib turib. Men degan qo'nja xo'jayin sana qilgan sinoq. Yaxshi dodi bo'ldi. Beri ma'lum qiladigan vaqt bo'ldi. O'g'lim bara yiliq qo'rqinchli qo'nchoqqa aylanib, derazadan chiqib ketdi. Tenim shurkinib ketdi. Bu bir oy jarayonida men bir qo'rqinchli qo'nchoqni o'g'lim deb yuribdiman. Uni quchoqlab erkiltib, peshonasiga suyib ketdiman. O'g'lim zodi nada? Nimishqa menga taqdir mushundaq chaqchaq qiladi. Ah Tangrim, zodi nimishqa? Men saran kabi varqirab, uy ichidagi barliq narsalarni urib chiqishqa, hatto o'zim sochlarimni qamalib tutib, tomga ustib nola zar qildim. Balan, nima bo'ldi? Oygul adam ishni ichib mendan so'rdi. Ras, men varqirab, jaqirab, urib chiqib, uni uyg'otgan bo'lsam kerak. Oygul hada, Muzaffar u olvosdika. Menga taqdir nimishqa bundoq adolatsizlik qiladi? O'g'lim zodi nada? Men Oygul adamga o'zimni tashlab, ho'ngrab yig'lab ketdim. O'mi mishildab yig'lab ketgan edi. Ikkimiz qanchalik yig'ladik bilmayman, lekin bundoq yig'lash hech nima qilib bermaydi. Men jinimni tikib qo'ydim, dedim men Oygul adamga qarab turib. Hali qichaqdan Murat muallim jilla to'y qildi ekan deb uni akilaman deb, o'g'lim deb bilib, boyam qo'rqinchli qo'nchoqqa aylanib qolgan jinni akayganda men shuni his qildim. Oygul ada,
bu ishlar cho'qim bir-biriga bog'lanishliq. Murat muallimnimi shu arvoh shunday qilib qo'ygan. Ikki oilaning taqdiri burunli shunday putilgan. Men cho'qim u arvohdan burun harakat qilsamla, u o'g'limni qaytarib berdi. Siz menga Murat muallimning kichik chaqlardagi biror muhim ish yoki qanday narsani yaxshi ko'rdiganligini deb bersangiz, bu arvohga tam taqobil turayli edi. Aygül adam birdila yig'lashdan to'xtab, menga ko'zi yosh holatda boqdi-da, qandaqdir menga deyanmaydigan yoki desa bo'lmaydigan sirbodak chiqib ketdi. Men g'alidalik his qilib, nima uchun Aygül adam mening Murat muallimning kichik chaqlardagi ishini so'rsam deyishni xohlamaydi. Nima sababdan bir arvoh ikki oila uchun mening o'g'lim mendan ayrilib qoldi. Dal mushning sababini bilgandan keyin arvohdan burun harakat qilg'ili bo'ladi. Hamda o'g'limni qaytarib akilalayman. Men Aygül adamning keyindan agishib, uning hujrasiga kirmoqchi bo'lib, ishni ittirish uchun ko'targan qo'lim havoda to'xtab qoldi. Aygül adam yana yig'lab o'tdi. Lekin men hozir kaskin bo'lishim kerak edi. Esiyat va ko'z yoshiga qarab ishilib qolsam, oxirgi natija cho'qim qo'rqinchli, mudishli qoplagan bir fojia bilan oxirlashishi aniq edi. Shunga men yana qo'limni harakatlantirib ishni ochdim. Aygül adam uxlayotgan Murat muallimning beshini silab yig'lab ketdi. Aygül adam, men Murat muallimning nimani yaxshi ko'rdiganligini deb bering. Bu bek muhim. Faqat Murat muallim orqali arvohga taqobil turg'ili bo'ladi. Aygül adam yig'lashdan to'xtadi-da, birpas jimjit bo'lib qoldi. U intayin sus va zaif ovozda: Murat, Abdullahning bolasi emas. Emsa, kimning bolasi? Dadsiz-ku. Hozir nada? So'rdim men. Bilmayman. Uni ko'rmagili uzun bo'ldi. Lekin soyasi yenimda har vaqt bor.